Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvollaringiz yaxshimi? Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men ismim Farhod. Bugungi qonun kenglarning qizg'in qarshi olaman. Mablag' solish xatarlik, mablag' solganchada ehtiyojchan bo'ling, ham o'zingizga xos uslubda mablag' solishni o'rganing. Hammamiz o'zimizning mol-mulkiga, o'zimizning pulga o'zimiz mas'ul bo'laylik. Men oldingi qismda degandek, oxirida bugungi sonda men qanday eng oddiy, eng oz pul bilan, eng to'g'ri yo'l bilan uy mulkka mablag' sola olamiz, shuni tushuntirib bermay degandim. Shuningga, masalan biz odatda uy mulklarni sotib olsak, bir bo'lsa nurg'un pulni xarjlab bir uyga mablag' solamiz. Shuning bilan nurg'un pulimiz bu bir uyga ham ketadi. Ondan keyin yana birsi pulimiz jiq bo'lmasa, banklardan yordam so'rab qarzga uylarni sotib olamiz, unda o'sim to'laymiz. Mushta yo'llar bor. Hamda meniki sizga bo'lgan ko'rsatib bergan yo'lim qanday degan chog'da u bo'lsa-mu, bunda shirkatlar bor. Real estate investment trust. Real estate degan odatda shu uy mulk degan gap, investment mablag', trust exchange. Hamda shu demak uy mulkka mablag' solgan ishonchlik fondi degandek gap. Buni qisqartirish nima deydi? Rates deydi. Mustaq shirkatlarni izlab chiqing. Har qanday davlatlarda bor, butun g'arb davlatlarda hamsi bo'lish kerak. Bizning davlatdan bor, nurg'un Osiyo davlatlaridan bor. Unda shirkatlar nurg'un 100, masalan Avstraliyadan 100 bor. Shunday yaxshi shirkatlar bor. Masalan, bunda shirkatlarniki odatda mablag' solay yeri o'xshamaydigan yer qanday degan chog'da. Odatda biz masalan boshqa uylarni sotib olgan vaqtimizda nurg'un pul xarjlaymiz yo o'sim olamiz. Bu shirkatlar qanday qiladi desangiz, siz ozroq pul xarjlasangiz, masalan oz deganda $1000 bilan boshlay olasiz. Andan keyin ba'zanlar yana qanday qiladi desangiz, o'ziningki oylik bilan, masalan oyda men senga 200, har oyda $200 dan to'layman. Sen mening bankamni tutib olsang bo'ldi. Andan keyin mushtan hammasini menga yumushta qilmayman, mablag' solaman senga deydiganlar bor. Unda ashta to'xtam tuzib olganlar bor. Unda qilmansangiz bo'ldi, unda yaxshi plan qilib, o'zingizdan turmushiga ta'sir etmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ldi. O planlarni men keyin so'zlab bersam bo'ldi. Endi bular qanday qilsangiz, bu odamlarning, nurg'un odamlarning pullarini hammasini yig'ib, butun shu Avstraliyalar emas, masalan, Avstraliyada shunday yaxshi mushtar shirkatlar bor, masalan, deb desam, Goodman. Shunday yaxshisidan birisi, Goodman Group. Anki Mervak, Texas, qo'ydayman birisi, anki Center. Ularning hammasi shunday yaxshi shirkatlar. Masalan, agar Amerikaniki siz boshqa davlatlar bo'lsangiz, boshqa davlatlarniki o'zingiz izlab olsangiz bo'ldi, yo bo'lmasa Amerikaniki izlasangiz bo'ldi. Masalan, Realty Income, and keyin masalan yana Wing Result deydigan shirkatlar shunday yaxshi, Amerikaniki yaxshi ko'tarilyapti. Bularniki nimasini tegini yaxshi tekshirib qo'ying. Oldingi necha yildagi planlari qanchalik o'sdi, bulbuqi yillardagi o'sishlari qanchalik, bundan keyingi planlari nerdan nagacha. Masalan, men bu gapimni yerimni to'xtab qoldim. Mushlar shirkatlar, Goodmanlar Avstraliyadan emas, butun dunyoniki shu uy mulkniki uchurlarini egallab turdi. Shunda kasbiy, siz o'zingiz masalan bir yerlarga uylarga mablag' solmaysangiz, yaxshi yerlarni unda kasbiy izlab tip bulolmaysiz, o'xshamaydigan yeri shu. Masalan, eng yaxshisi bo'lsa-mu 2%, 4%. Men da'vat qilaman taxminanda, agar yillar ba'zan yillari 15% larga chiqdi, lekin taxminan 2%, 4% atrofidagi uylarni topa olasiz. Unda yaxshilarmi? Masalan, shunda boy, yaxshi rayonlardan topsangiz, nurg'un mablag' silib, anonga topa olasiz. Balkim shirki ba'zan chatoqlarim bo'lishi mumkin. Bu shirkatlar kasbiy bo'lg'achqa, u chatoqlarni birdan tep oldi, qanday o'ngshashni bildi. Andan keyin
bularniki pulumu, mablag'imi shunday jiq bo'lg'achqa boshqa taraflardan o'zini yana ko'tara oladi. Texnikalarda masalan yangi app ba'zi yoki yaxshi rasmlarni tortadigan, ya chatoqlarni tortadigan, ya bo'lmasa butun dunyoniki narda shu o'yinlikniki hozir foydasi ko'p, fursatlar jiq shularni bildi. Masalan, ba'zi shirkatlar hozir nalarga yaxshi qarab tursangiz, Janubiy Amerikadagi davlatlarning mol mulklarini shunday yaxshi izlanyapti hozir. Masalan, Braziliya, Argentina degandek. Çünkü bu davlatlarda Argentina'nın bo'lmasa mumkin, balkim Braziliya nima bo'lgan desangiz, bu oldingi necha yildagi iqtisodiy shunday nachar bo'lgan, uy mulkning bahosi shunday tushib ketgan. Cho'ng shu shaharlarning hatto. Lekin bultur shu virus bo'lib krizis bo'lgan chog'da u bahosi texmi tushib ketgan. Odatdagi bahosiningki eng tuvan darajalariga kelib qolgan. Agar siz ularnikini setib olmaysangiz, shunchalik avarchilik qishlarga yo'liqsiz, chunki siz chet ellik ularga. Lekin bu shirkatlar uchun oson bo'ldi. Ularmi shunday foydalarni shu taraflardan jig'olaydi. Men bu sizlarga oldirablam bu mush qismlar sizlarga tunishtiray deb oldirganim. Hozir shu o'yinlikniki shu fursati kelyotidi, shu payti kelyotidi. Shu virusniki ta'siridan nurg'un odamlarniki shu yeniği pullar yığılıp ketdi. Andan keyin hozirlar masalan Amerikaniki ba'zan shtatlarda allburun 10%, 20%, 30%, hatta 50% mi o'rlab bo'ldi. Bizning Avstraliyaning bu hozir odatda taxminan 2-4% ya bo'lsa bularniki 6-7%lardan o'rlaydi. Lekin bundan keyingi 2 yil ya 3 yilgacha 10-dan 15% atroflarida o'rilish mumkin deb qaralyapti analizlar. Chunki hozir chegaralarmi texi ichilmadi, rasmiy ichilib qo'yilmadi, vaksinalarmi texi bu yillarmi tugmasligi mumkin. Yaqinda bir xabar ko'rdim, ba'zan davlatlarniki o'sha 7 yilgacha cho'zilishi mumkin deb qaralyapti. Hozirgi urayotgan vaksinalarning statistikini hisoblab, Amerikaniki balkim bu yilning oxirigacha 75% odamlar urilib bo'ldi deb qaralyapti. Mesela ba'zan davlatlarning shunday yaxshiki, Isroiliya, Rossiya u bularniki necha oyda balkim shu yerga berish mumkin deb qaralyapti. Lekin yana ba'zan davlatlarniki 6-7 yilga cho'zilishi mumkin deb qaralyapti. Chunki u vaksinaga urilish statistikasi bizlik yaxshi emas chiqibdi. Balkim hammaslar yaxshi bo'lib qolar. Chegaralar ichilgandan keyin rasmiy odamlarimiz qaytadan masalan sayohatchilar ya ishchilar ya o'quvchilarimiz qaytib kelgan vaqtida u chog'da bu o'yiniki bahosini texmi o'rlatdi. O ijaraga oldigan pullarni hammasi o'rlab mavdu. Burunqi shu tarixdagi mushta krizislar qarsangizmi, ne chiqdim shunday bo'libdi. Shu krizis tugagan keyin o'yiniki baholari shunday o'rlab ketgan. Men buni akslarga tavsiya qilmay, yaxshi izlanib toping, Google'lardan o'zingizniki davlatlarninki aka tegtakni shu shirkatning tegtakini yaxshi tekshiring. Men sizga tavsiya qildim. Agar siz uyga olsangiz, o'zingiz olsangiz, amalda bankadan qarz olmay, umi yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lgan yerlarni nima desangiz, masalan, bizning Avstraliyada tax boj to'lagan vaqtida negative G deydigan narsa bor. Masalan, o'zingizki to'lagan bejingiz xizmatni topgan ya sodini topgan bejingiz to'lagan bejingiz shunday jiq bo'lib ketgan vaqtingizda, mushta mablag' solgan uyingizningki chiqimlaridan shu nimaga bojninki nimasiga kirgizib o'tib, bojni oz to'lay olasiz. U bir yaxshi yeri. Lekin men yillar uni tavsiya qilmayman. Nima uchun? Chunki siz bir uyga mablag' solgan vaqtingizda, siz agar o'zingiz o'tsangiz mayli, mablag' solgan uyingiz bo'lsa, uniki chiqimi to'xtamay chiqib turdi. U yer buzilib turdi, bu yer buzilib turdi. Suv pul, to'q pul, o't cho'p, u bu deydigan narsalar shunda jiq amaliyotda. O'zingiz his qila olasiz vaqt kelgan chog'da. Shuniki o'zlar shu nimalarni foydalaringizni jiqlarini kesib o'tadi. Masalan, siz bir tarafdan mablag' solib, pul tepatma deganingiz bilan, yana bir tarafdan bu pulingizni xarjlayib borsiz. Shunga o'xshash. Shuni albatta o'zingizning qarorini o'zingiz chiqarsiz.
Ben şu fırsat bir yerde bağ bolganligi üçün, çünkü bu virus da hamma adam uyga solinib qolganligi uchun hozir qandaq hamma odamda pul var. Pulu yig'ilib ketdi. Bu chog'da hammasi men oldin aytdim degandek, ba'zanlari o'ch og'idek bu pulni xarjlaydi. Jiqlari qolishlaydiganlari mablag' soldi, yo bo'lmasa sayohat o'ynaydi, yo shu do'tlik qilganlar mesela qimor o'ynab unda ishlarni qiladi. Shunga bu o'yiniki bahsi bu hozir mablag' solgan chog'dimi qandoq demand deymiz. Hammasi uyga mablag' solayversa, o'yiniki soni ozlab, yani o'yiniki bahsimi o'rlab qoldi. Shunga bu bir fursat. Ama karar o'zingizning tanlashini o'zingiz chiqarasiz. Buni men sizga bunday tanlash qilib, sizning oldingizga qo'ydim. O'zingiz izlanib toping. Buni men bu meniki o'zimniki tavsiya qilganim shu. Men o'zim bo'lsam shunday qilmay, lekin yana o'zingizniki badaslish usulingizni o'zingiz tanlang. Bularni qanday topasiz deganda, odatda shu paychekniki bozordan topa olasiz. Bular amaliyotda paychek emas. Bularniki o'zlarining ayrim paychekleri var bu şirketlarniki. Lekin bu paychek emas. Mesela ba'zan chog'da trust deymiz. Trust ishonchlik fondini shu paychek bozoriga solib qo'ydi. Mesela osonlikcha situatsion shu shirkatlar bilan tipi u bo'yicha ma'noda osonroq bo'ldi deb mesela qo'ydi. Mesela ETF deymiz, exchange trust var. Mesela exchange trade trust deydiganlar var. Muşlarniki emas qanday desangiz, bular odatdagi paycheklarga o'xshamaydi. Paychek emas amaliyotda. Paychek olsangiz, siz bularga pul to'lamaysiz, paychekka pul to'lamaysiz. Shu sizga paychekni sodlashgan o'tirliqda ozroq pul bor, to'laydigan bizniki Avstraliyada $20 olsangiz, satsangiz $20. Mesela 20 yil, 30 yildan keyin satsangiz bu $20 to'laysiz. Qanchalik olsangiz o'xshash. Ma'lumotlarniki qanday desangiz, bular sizniki mablag' solgan sommangizga qarab, masalan $1000 solsangiz, $1000'ninki 0.6%ni o'ziga foyda qilib oldi bu shirkatlar. Bular shu pul bilan sizga yordam qildi. Nada eng yaxshi uchurlar va analizlar shunda yordam qildi. $10,000 solsangizmi shu, $1000 solsangizmi shu. Yoki uniki foydasiniki chiqarib hisoblab, odatda meniki ko'rganim 0.6%dan 1%lar atrofida. Balkim sizlarniki davlatlarda sal o'xshamashligi mumkin. Amerikalarniki ko'rdim, Avstraliyaniki shundoq, ashunchalik oldi. Bularmi o'tirliqda dividend berganlarim bor, dividend men ayrim bir kun tushuntirman. U yilqi o'sim emas, hargiz o'sim deb tushunmayman. Ularmi shu sizniki tafovutingizniki bir qismi. Ben o'sha Warren Buffett'niki tushuntirishim sizdan, o'sha dividendni yaxshi tushuntirib berman bir kuni. U hargiz o'sim yoki halol emas u deb tushunib qolmanglar. Yaxshi tushunib, o'sha egallab ne qilib qolinglar. Siz bugun mishayish bo'lsin, sizlarga foydasi tegishini umid qilman. Shunda bo'lganligi uchun boshpaltaqni besib qo'ying. Shu YouTube'niki hisobida hamma Uyg'ur qarindoshlarimizga chiqib bersa, ularni foydalansin. Ham boshqalarga tavsiya qilib qo'ying qanolimni, hammalar tang foydalansin. Rahmat ko'rganingizlarga, kelar hafta ko'rishaylik. Allohga emanet.